erinmasdan Toshkentdan Farg'onaga keldim. 26-da El Clasico. Real yutadi dedim. Yo, lekin men sport o'ynayman. Qo'yingizda yutkazib qo'yasiz. Real yutadi. Yana urushib ketamiz. Yo, urushmaymiz. Chiroyli tabassum bilan qalqamiz. Agar Barselona Real 26-da yutsa, mana shu Mercedes kalitsangi. Yo. Yo. 26-da 5. Barsa bo'ldi 5. Xo'p, Barsa yutkazib qo'ysa. Mana mashinangni kalitini menga berasan. Shunchaki. Sen men Barsa hozir bo'lsa, sen Realchisan-ku. Hop, просто jalga qilmayman. Yo'q, mana Mercedes kalit, sen guvohsan. Agarda Real yutib qo'ysa, mana shu senga. Videoda qo'yaman lekin. Qo'y, mana qo'y. O'zingizga qabul qilasiz. Ha, qabul qilaman. O'rtoqlar, 26-kuni El Clasico uzing. Uzing. Men ishlasam Urush janjal qilish yo'q, xafa bo'lish. Janjalsiz mana. Real yutsa, sen Toshkentga kelib olib ketasan. Siz bo'lmasa Farg'onaga kelib olib ketasiz. Farg'onaga kelib olib. Hozir ham keldimi mana? Bo'ldi. Realchilar kommentda, Barsachilar ham kommentda sola-sol qani kim yutadi? Davay. Realchilar. Lekin hazil bo'lsa, videoda birinchi taymdan keyin o'yin sotilgan ekan, o'xshamadi. Ha, unaqa gap so'z u san qilasan. Ana uyda, bu uyda, o'sha kuni men настроенияda emas edim. Siz zo'rlaganingizga kamera turganiga shunaqa xob deb qo'ydim degan gaplarni yig'ib turgan. Mana guvoh. Durang bo'lsa ikkalasi menga. Bo'ldi. Bo'ldi.